Ancha olmalar ham pishib qoldi. Ancha degandek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farg'ona asfalt obunachilari. Bormisizlar do'stlar? Xudo xolasa bugun inshaalloh Tashlaqda biz inshaalloh ko'rayotganingizdek o'zimiz chiroyli qilib asfaltlarni olib kelib, hamda trambobka qilib, dastlabkasi hattoki Urvin olishlarigacha o'zimizdan bo'ladi. Hamda Vodiy, Toshkent, Samarqand bo'ylab narxlar qancha bo'lyapti deganlarga inshaalloh bugun aytib o'tamiz. Ko'rayotganingizdek bugun o'sha mayin original asfaltlarimizdan olib kelib bosib beryapmiz. Ko'rayotganingizdek o'zimiz chiroyli qilib zasipkalarni toshib, olib kirib, uyda egasidan mahsulotlarni aytib o'tamiz. Medpisok olib beradi hamda o'sha benzin bo'lmasa o'sha ketadigan shag'alini olib berilsa, olib kirib toshib xizmat qilib berishimiz mutlaqo bepul. Dastlabkasi ham ichida bo'ladi. Ko'pincha so'rab o'tishadi, nima olib beramiz deb. O'sha zasipkasini olib berasiz, 3-4 litr benzin yoki vibratorlab chiroyli qilib asfalt olib kelamiz. Xonadonbop asfaltlar bor, hali ko'chabop asfaltlar bor. Ko'pincha o'sha mayin asfaltni chiqarib turibdi, keyin yirik asfalt olib borishadi. O'shaning uchun Xudo xolasa sizniki unaqa bo'lmaydi. Farg'ona asfalt jamoasi Xudo xolasa sizga chiroyli qilib ishlaringizni bitirib beradi. Ko'rayotganingizdek metriga 1 santimetrdan uklon berilgan. Ko'rayotganingizdek Versace'lar nima deyapti do'stlar? Xuddi shunaqangi narsalar ham yopishtirsalaring chiroyli effekt beradi hamda devolingizni, pataloylaringizni ishlov qilganingizdan keyin chiroyli turadi. Asfaltni mayinligini ko'rsating-da. O'sha mayin yaxshi asfaltimizdan bo'ladi. Ko'rayotganingizdek yiltirashini ham ko'ring-da do'stlar. Yiltiraydi. O'sha original rossiyskiy o'sha 1 yil garantiyasi bo'ladi. Xudo xolasa sizga shunaqangi chiroyli qilib o'zimiz joyini tayyorlab, asfaltingizni olib kelib, o'sha metriga o'zimiz uklonlarni chiqarib qilib beramiz. Vodiy bo'ylab narxlarni aytib o'tamiz. 60 mingdan 65 minggacha bo'layapti. Hozirgi kunda oshgan sababli 62 ming so'mdan 68 ming so'mgacha bo'layapti. 1 kvadrat tayyor bo'lish asfalt narxi Vodiy bo'ylab. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha qilib beramiz. Xo'p. Ko'rsatib o'ting-da, qalinligi qancha bo'ladi deganlarga o'sha 5 santimetrlik bosiladi, 4,5 yonda qoladi, balkim 5 qolar. Mayinligini hisobiga chiroyli qilib shunaqangi ko'rsating-da. Zasipkalarni qilamiz o'zimiz vibratorlab, hamda ko'pincha sheben solib qo'yilgan xonadonlar iloji boricha sheben solmang, musur narsa. Ko'pincha o'sha sheben solib qo'ygan insonlarga tashab qo'ying, uyini isitib yoradi. O'shaning uchun mayin narsa tashalishini sababi ham o'sha tezroq suv sachsangiz tezroq soviydi. Shuning uchun mayinroq narsa tashlaganingiz ma'qulroq bo'ladi. Xudo xolasa pastda nomerlar qoladi. Bu tomonga Toshkentda hamda bu tomonga Vodiyda 4466 nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Inshaalloh bemalol aloqa qilib telefon qilaverasizlar. Dispetcherlarimiz ham o'zi javob beradi. Xudo xolasa 7:00 dan 22:00 gacha telefonlarimiz ishlayapti. Ungacha bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar.